Assalomu alaykum, Barnopa, xush kelibsiz Safar Travelga. Taassurotlaringiz qanday bo'ldi safar davomida? Taassurotlarim kuchli. Madinada ham, Makkada ham juda ham yaxshi xizmatlari. Bizani Toshkentdan Madinaga uchishimizga ellikboshlarimizni katta yordam qilishdi. El xizmatini juda ham yaxshi bajarishdi. Yaxshi joylashdik. Ro'zaga kirganimizda ham ayol ellikboshimizni ham juda ham chiroyli olib kirdilar. Aynan sizga shunda qaysi xizmatimiz ko'proq ma'qul keldi? Hamma xizmatlaringlardan a'lo darajada ko'nglim to'ldi. Oldin ham borganman, bunaqa darajada emasligini, juda xizmatlaringlar joyida. Xona xizmatlari ham, oshxona xizmatlari ham hammasidan ko'nglimiz to'ldi. Va boshqalarga ham Safar Travelni ishonib tavsiya qila olasizmi? Ha, ishonib tavsiya qila olaman. Safar Traveldan juda ham yoshi kattalarga, yoshlarga nisbatan xizmatlari juda ham yaxshi. Bilmaganlarimizni o'rgatib, ko'rmaganlarimizni ko'rsatib, hammasini joy-joyda qilib, masalan, yurolmaydigan qarilarimizni, kolyaskadagi insonlarimiz bor. Juda ham xizmatlari a'lo darajada. Meni ko'nglim to'ldi Safar Traveldan.